Salom do'stlar, sizlar bilan Lider Lion. Xo'sh do'stlar, bugun biz anavga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Qarang qanday uy qurdim. Afsus murzoqat yo'q. Bolalar o'tgan video qisqa video emas, uzun video bor-ku bittasi. Anda meni bir o'zim o'ynagandim hozir. Mashada esingizda bo'lsa kim esida? Mashada paydo bo'lgandim, mashallohdami paydo bo'lgandim. Endi ana u taraflarga ketgandim. Ana taraflarga. Endi mashada yana spamga qaytib keldim. Kreativda albatta. Qancha yo'l yurib qaytib keldim. Qo'y. Kim bu? Qolay zombicha. Qanday o'ldiradi buni? Qol zombicha. Nima yonmayapsan sen? Hozir o'lib qolaman, o'ldirib qo'yasan. Mana Minecraftdagi eng zo'r yomon narsada juda qo'rqaman men creeper bor. Mayli bolalar, umuman ishimiz bo'lmaydi. Bu yerda nima yozilganini bilyapsiz. Hozir ko'rsataman. Mirzohid, Lider Lion, Dayspot. Xullas, bu Dayspot va Mirzohidga narsalar bitta sandiqdagi. Bu maqsadimiz hozir uyni kengaytiramiz. Hozir mana shunda uy qurdik, endi kuchayamiz. Nima qilib masalan Minecraftda masalan 50 kun yashaymiz. 50 kun. Necha video bo'lsa ham o'lamiz, to'g'ri, lekin baribir yashaymiz. Tushundilaringmi? 50 kun mana shu Minecraftda yashaymiz. Ya'ni mana shu dunyoda. La'natlangan bo'lsa ham, qanday bo'lsa ham dey. Mana ko'ngillarga tushamiz. Bitta narsalar qilamiz. Uyimni ko'rsatib o'tsam, mayli, ko'rsatib o'tsam hech nima qilmaydi. Bu o'zi qisqa video bo'lish kerak edi. 2 minutga yetib qoldi. Shuning uchun uzun video qildim. Xo'sh, mana bu yerda anvil, sehrli stoli, mana meni anavim 15 ta anov topdim, temir. Ikkinchi videoda temir topdim. Shularga yetdi. Kreativdan murzoqlarga ham shunday ko'chirib berdim. Yasavashimga nasroqqa sal qoldi. Shunday qildim. Mana yasavashimga sal qoldi. Mayli bolalar, sizlar bilan yana xayrlashamiz. Lider Lion bo'lib sizlar bilan tugadi.